Assalomu alaykum hammaga. Bugun eng ko'p uchraydigan nasl kasalliklardan, ya'ni biriktiruvchi to'qima nasl kasalliklaridan Marfan sindromi haqida gapirib o'tamiz. Marfan sindromi qanaqa sindrom? Qanday kelib chiqadi? Uni oqibatlari qanday? Marfan sindromini davolash rejalari bormi? Davo muolajalarida effekt bormi degan savollarga bir qator javob berib o'tamiz. Marfan sindromi bu tanada biriktiruvchi to'qima, ya'ni butun tanada joylashgan biriktiruvchi to'qimani zararlanishi bilan kechuvchi nasliy kasallik hisoblanadi. Marfan sindromida asosiy nishon organlar bu ko'z, yurak, tana suyaklari, mushaklar, bo'g'imlar va ba'zi bolalarda aql nutqda muammolar yuzaga keladi. Ya'ni nima degani bu? Tana qismida biriktiruvchi to'qima joylashgan bo'lsa, shundagi muammolar yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Endi bitta ko'zga keladigan bo'lsak, ko'zda o'tkirligini, ya'ni ko'rish o'tkirligini pasayishi yoki bo'lmasam uzoqni ko'rishni yomonlashuvi asosan muammoga uchraydi, ya'ni bemorda. Bundan tashqari, bunday bemorlarni ko'radigan bo'lsak, rasmda oyoq qo'llari, barmoqlari uzun bo'ladi, arafnodaktilia deydi. Oyoq kiyim razmerlari yoshiga nisbatan kattaroq keladi bolalar. Ya'ni oyoq qo'llari nisbatan uzun bo'ladi, tengdoshlariga nisbatan bo'yi oldinda yuradi. Ya'ni ozg'in bo'ladi. Eng katta belgilaridan biri, ya'ni bolada vazn olish imkoniyati pastroq bo'ladi. Lekin bo'y va oyoq qo'llar uzunligi bilan kechuvchi nasliy kasallik hisoblanadi. Bundan tashqari nishon organlaridan bunda ya'ni yurak muammolari, mitral klapanlar yetishmovchiligi, yurak nuqsonlari bilan ketadi. Ya'ni bu yurak nuqsonlari yuzaga kelgandan keyin bemorda tez charchash, toliqish, holsizlik, bolalarda yotib olish xususiyatlari, sababsiz ozgina yurgandan keyin charchadim, yotib olaman degan shikoyatlar ko'payib boradi. Ya'ni albatta bola bo'ylari uzun, oyoq qo'llari, barmoqlari uzunligi bemorda hayot sifatini yaxshilash o'rniga hayot sifatini yomonlashishiga sabab bo'lishi mumkin bo'ladi. Hayot sifati yomonlashib borgan sari ular boradi oftalmologga, boradi kardiologga, boradi pediatrga, boradi boshqa tor doiradagi mutaxassislarga. Ba'zan qo'yamiz juda kech vaqtlarda 18 yoshdan keyin, 20 yoshdan keyin bu bizga kechki stadiyalarda yetib keladi, ya'ni kechki davrlarida og'irlashgan holatlarda yetib keladi. Biz tashxisini qo'yamiz buni Marfan sindromi. Biz tavsiya beramizki, hozirgi biz aytayotgan yurak, ko'zda, yana tana mushaklarida, ko'krak qafasida deformatsiyalar, oyoq qo'l barmoqlari uzun, oyoq razmeri katta, qo'l barmoqlari uzun bo'lgan bolalarda tez charchash, yurakda muammolar yuzaga kelayotgan bo'lsa, bunda bu bemorlarda qandaydir biriktiruvchi to'qima kasalligi yoki bo'lmasam Marfan sindromi yuzaga kelayotgan bo'ladi. Marfan sindromini erta aniqlashda nima foydasi bor degan savol bo'lishi mumkin. Qachonki Marfan sindromini biz erta aniqlasak, erta tashxis qo'ysak, davo muolajalarini erta boshlaymiz va to'g'ri yo'naltiramiz va o'sha oilada Marfan sindromi bilan ya'ni kasallanish ehtimolligini tubdan kamaytirsak, ya'ni yo'qotish darajasiga bemalol olib chiqsa bo'ladi. Buni hozir boshida aytib o'tdim, avtosom dominant hipersilanuvchi nasliy kasallikdir. Ya'ni Marfan sindromi bilan kasallangan ota yoki ona farzandi bo'ladigan bo'lsa, 50% farzandi Marfan sindromi bilan tug'ilishi mumkin bo'ladi. Biz buni hayotini rejalashtirib, homilasini rejalashtirib, farzandini rejalashtirib beradigan bo'lsak, Marfan sindromidan bemalol sog'lom bolalar tug'ilishi mumkin bo'ladi. Ya'ni bu profilaktikasi. Endi Marfan sindromini asosiy davolashda reabilitatsion muolajalar, kardiolog nazorati, travmatolog, ortoped nazorati, nevropatolog nazorati, oftalmolog nazorati, barcha tor doiradagi mutaxassislarni nazorati ostida bemor hayot sifatini yaxshilash va kelajakda genetik maslahat asosida farzand rejalashtirish bu yerda Marfan sindromini umuman takrorlanish ehtimolligini pasaytirishi mumkin bo'ladi. Agar sizni tanishingizda, tana mushaklarida, tana suyaklarida, ko'zida, yuragida muammolar bilan qanaqadir ketayotgan nasliy kasallik bo'layotgan bo'lsa, sizni o'sha tanishingizda yoki farzandingizda nasliy Marfan sindromi bo'lishi mumkin. Bunday holat kuzatilayotgan bo'lsa, yo bizga murojaat qiling yoki bo'lmasam yaqin o'rtadagi kardiolog, nevrolog, pediatr, terapevt shifokorlariga murojaat qilishingiz mumkin.